Keyingi bizani barberimizdan bu Timur bo'ladi. Hozir uni ko'cha turib Timur 1 minutga. Nimaga bizani klientlar imенно seni tanlaydi? Senda katta возвращаемость. Nimaga imенно sen oldin kelishyapti? Aytib bera olasanmi? Может, bizada основной klientlar bilan ishlashimiz kачествоga ko'proq ishlashga harakat qilaman. Negaki, masalan, klient keldi, sochini ko'rsatdim yoki telefondan rasm ko'rib, shunga o'xshatib bera olasizmi deganda, основной yuz tuzilishiga, vesiga, qattiq ishlashiga e'tibor berishga harakat qilaman. Timur bizada kam gap, skromniyroq, uni o'rniga men aytaman. Timur men sindoshim, 15 yildan beri bu sohada ishlaydi. 7 yil Turkiyada ishlab kelgan. Kuchli barberlar bilan. Nima demoqchiman? Mana shu barber shopimizda eng zo'r chiska qiladigan odam shu bo'ladi. Просто skromniy. Aniq o'zini maqtab, men zo'rman deya olmaydi. No, ayta olamanki, bu bizning barberimiz zo'r. Kimga masalan uzun soch bilan qanaqa oldirishni bilmayotgan bo'lsa, shu barberimizga yozilsa, точно muammolarni hal qilib beradi. Keyingi videomizni qaysi barber bilan olishimizni kommentariyada отметка qoldiringlar, yoki otini yozib qo'yinglar. Biz keyingi videoni o'sha odam bilan olamiz. Hammaga rahmat.